Butun umring davomida piyoda eding. Piyodani qobiliyatini ko'pincha payqashmaydi. Senga piyoda qanday qilib asosiy donaga aylanishni ko'rsataman. U boshqalarga o'xshab tezkor emas. Lekin tirishqoq. U tanlagan yo'l xavfli va mashaqqatli. Biroq to'g'ri ittifoqchilar bilan u o'ylagandan ko'ra uzoqroq yashashi mumkin. Nihoyat men bilan ichgani keldingmi? Bu Bonuning yovvoyi asali. Bir tomchisi seni hayotga qaytaradi. O'zingni yanada yaxshiroq his qilasan. Nima demoqchiligimni tushunding-a? Ishonchli himoya ostida u ko'zga tashlanmay olg'a yuradi. Birgina uchqun taqdirni o'zgartiradi. Ilyosga qarshi mana shunday jang qilamiz. Agar u barcha sinovlardan, hiylalardan o'ta olsa, uni shatranjda istagan donaga aylantirsa bo'ladi. U qayta dunyoga keladi. O'zgargach, hech kimning soyasida yashamaydi. Hammaga hukmdor bo'ladi.